Assalomu alaykum motoblokchilar. Mana bugun qoram yog'ib, erib, yerlarni ham haydadik. Probne deydi-yu, motoblokda birinchi marta plug qildik. Shu VM13 kuchli motoblogimiz. Yerlarimizni mashinaga greta 15-20 santimdan haydab chiqdik. Motoblokka bundan ko'pi ham ko'p уже. Mana motoblogimiz, bunga qo'ygan og'irliklarimizni bittadan ko'rsatib chiqay sizlarga. Bu eski traktorlarning oldida turadigan haligi balast toshlari deydi, og'irlik toshi. Bittaga deta kamida 15 kilo chiqadi. Tagida mana shunaqa 20 kilolik tosh bor. Undan tashqari bu diskalarning ichiga polностью beton qo'yib chiqqanman. Ikkalasiga ham Spark'ning diskasi. Bu Spark'ning diskasini qo'yganim sababi bundan oldin qilgan videom bor, hali uni YouTube'ga joylaganim yo'q. O'shanda ko'rsataman. Joyida motoblogini aylanadigan qilganman. Bo'lmasam bunchalik og'irlik bilan motoblogini qimlatib bo'lmaydi. Mana ko'rish mumkin. Joyida aylanyapti balonlarim. Ana internetda sotuvchilar gapirib yotadi 360 gidravlikalik, u yoqlik, bu yoqlik deb. Shu narsani ruchnoy yasadik. Bozorda ham sotilyapti bu narsalar. Lekin juda ham nozik. Bunaqa og'ir yukka u chidab bera olmaydi. Bu Spark'ning stupitsasi, orqa stupitsasidan yasaganman. Qolgan videosini ham qo'yaman. Tak, motoblogimizning o'zini og'irligi brus tortganimda brus 32 kg chiqqandi, adashmasam akkumulyator bilan birga. Bunga g'ildiraklari kamidan 25 kilodan chiqadi adashmasam. Bittasi 50 kilo, bu yoqda 20 kilo, bu yoqda kami 15 kilolik tosh. Endi orqa plugimizga kelsak. Bu narsani yillar oldin dadam yasagandi birinchi motoblokka, lekin u 7 ot kuchi bo'lgani uchun og'irligi yetmasdi yerni haydash uchun, pluglash uchun. Shu yasalgan tsepkamiz mana. Bu yoqda plugning uchini to'g'rilash uchun qilingan narsa. Bunisi plugni yotqizishga. Bu yog'i boshqa narsa uchun yasagandim. Bu paka turibdi. Plugga keladigan bo'lsak, bu eski otga ishlatardik bu narsani. Otdan qolgan plug. Bu g'ildirak unchalik rol o'ynamayapti. Nafsak suluchiga qo'yilgan narsa. Glavniy plugning orqasiga mana bunaqa narsa varid qildim. O'zida yo'q edi bundan. Bu ham ruchnoy plug. Do konca plug kirib ketmasligi uchun yerga как-то stop vazifasini bajaradi. Mana shunaqa qilib yerimizni haydab chiqdik. Birinchi marta plugladik. Bundan oldin motoblok bilan hech plug qilmagandik. Sababi og'irligi yetmasdi. Hozir internetda sotuvchilar hammasi ko'rsatishyapti-yu. Plug qilsa bo'ladi, unaqa qilsa, bunaqa qilsa, o'zini vesi bilan motoblok bilan pichoqlarni taqib freza qilishdan boshqa narsaga yaramaydi o'zini vesi. Hech narsaga yaramaydi. Даже arava tortishga ham yaramaydi bu. Va bu toshni ham bu ham где-то bir 20 kiloga yaqin qo'yganmiz orqasiga, чтобы ravnovesiyasi nima bo'lsin, bir xil bo'lsin. Hatto oldi og'ir bo'lgandan rulini ko'tarib yuboradi orqaga haydagandan. Shu mana bu stupitsalarning videosini hali qo'yaman. Uni vaqtim bo'lmadi to'g'risi qo'yishga. Mana shunaqa plugimiz endi samodelniy plug, to'g'risi bitta yaxshi plug olish kerak. Urug'zorni aylanib chiqdim. Bir bo'mog'ir metalldan yasalgan pluglarni sotishyapti 200 ming deb. U plug hech narsaga yaramaydi. Yaxshi plug olish kerak, ili yasattirish kerak, yaxshi temirdan. Qo'shib berayotgan pluglari sotishadi, bonusiga u pluglar bo'lmaydi. Plus yaxshigina yaltiratish kerak ustini. Yaltiratmasa yopishib qolaveradi. Mana shunaqa motoblogimizning vesi общий 250 kilolar bo'ldi adashmasam. 250 kilo bilan endi to'g'risi bitta minus balonlarim. Endi bu balon
mashinani baloni 13 balon. Bu bilan endi to'g'risi tuproq uchun emas, hamma biladi. Asfaltda yursa yaxshi, endi yo'qligidan shu bilan haydadik. Bunda ham normalniy. Asal ozgina buksat qilib yuradi-yu, atak yaxshi. Ishlatsa bo'ladi. Sergelidan so'radik traktorni, hali yo'lka tishlik traktorni balonlarini. Diskasi 12, buyog'i где-то balandligi mana shunaqa edi. $95 dedi donasini. Petlas turetskiy ekan, Turkiyaniki ekan. $95 bitta donasini aytishdi. Endi ko'ramiz uni olamizmi, yo'qmi. Mana shunaqa. Yerni haydab chiqdik. Tak, hozir mana shu yerda mana haydalgan joylari ham bor. Endi bosganman uni eng kami 15, atak 20 gacha joyiga qarab nima qilyapti? Botyapti plug. Zagon unaqa kuchli zagon bo'lmagan. Nimasi bir xil otishi tuprog'ini. Bu birinchi proba joyimiz edi. Bunda paka plugni nastroyka qilguncha yerni har xil haydaldi. Bu yog'i endi bir xil. Shu mana shu motoblogimiz. Yana boya aytganimdek, narigi stupitsa yasashni videosini qo'yaman. Buni ham olganman tayyor. Ko'rsataman. Hammaga omad.